Urumchi shaharlik hukumatning rasmiy tor bekitida ota-onalari yig'ilish lageriga qamalgan igichaqsiz bolalar davlat tarafidan beqilish uchun ilib ketildi degan mazmunda bir uqtirish berildi. 23 yanvar e'lon qilingan bu uqtirishda 2018 yilda ikki xil kishilarni o'rinlashtirish nomli qarornomaning ro'yiga asosan bolalar va yashanganlarni atalmish yasli va sanatoriyalarga o'rinlashtirish xizmatining davomlashayotganligi aytilgan. Sharqi Turkistondagi atalmish Xalq ishlar komissiyasining sekretari Wang Jijong igichaqsiz bolalar va yashanganlarni to'plash xizmatining 2020 yilgacha 100% tamomlanganligini bildirdi. Türkiye'nin Qora dengiz bo'yidagi Rize shahrida kishilar Xitoyning Sharqi Turkistondagi zulmiga norozilik bildirish uchun sahil bo'yi jamiasida bir yerga jam bo'ldi. Juma namozidan keyin kishilar zulmga sukut qilma, Sharqi Turkiston qon yig'lamoqda degan shiorlar yozilgan plakatlarni ko'tarishib, Xitoy zulmiga qarshi namoyish o'tkazdi. Shundaqla Van shahrida Xitoyning Sharqi Turkistondagi zulmiga qarshi namoyish o'tkazildi. Shuning bilan birga Ulu jamiyatda juma namozidan keyin zindonlarda shahid bo'lgan Uyg'urlar uchun g'oyibona miyit namozi o'qildi. Setim Turk efendi bu yerda bayonot e'lon qilib, Sharqi Turkistonning yillardan buyon ishg'ol ostida ekanligini ta'kidladi. Ve 5 milyonga yaqin Uyg'ur turmidimi nachar, natsiz lagerlardimi beter bo'lgan bir sharoitda ideologiyalik tarbiyalash nomi ostida qiyin qistoqqa uchirmoqda dedi. Vengriya pushtidan bo'lgan Amerikalik milliarder George Soros Davosdagi Dunyo iqtisod munbirida so'z qilganda Xitoy davlat raisi Xi Jinpingni keskin bir shaklda tanqid qildi. U Xitoy rahbarining erkinlar uchun cho'ng bir tahdid ekanligini aytdi. U buning hozirgacha ko'rilib boqmagan bir tahdid ekanligini ta'kidlash bilan birga Xitoy xalqining eng cho'ng umid ekanligini aytdi. Xitoy tashqi ishlar ministri Amerikalik milliarder Sorosning yuqorqi so'zlarini ahamiyatsiz va raddiya berishga arzimaydi deb atadi. Xitoy Amerika texnika shirkati Microsoftning izlash motorini qaytadan ijovatdi. Xabar qilinishicha, Microsoft shirkati bu izlash motorining bundan burun qamal qilinganligini qabul qilamiz, lekin ahvol hozir normallashdi degan mazmunda bayonot e'lon qilgan edi. Bayonotda izlash torining nima uchun taqiqlanganligi haqida ma'lumot berilmagan. Afg'onistonning janubidagi Helmand o'lkasida ilib berilgan havo hujumida orasida ayollar va bolalar bo'lgan 16 kishi hayotidan ayrildi. Helmand valiysining bayonotchisi Ömer Zuvak bayonot e'lon qilib, Helmandning Sangin nahiyasida ilib berilgan havo hujumida fuqarolarning o'lganligini aytdi va bu haqda tekshirish xizmatining boshlanganligini bildirdi. Hujumni hozirgacha hech kim ustiga olmadi.